oshqozonim og'riydi deb davolanaman, lekin shu og'riqlarim ketmayapti deb qoldi. Tafakkur qilishlari uchun ish kesimdan bir misolni aytaman. Qaysi kun bir ayol kishi kelib bir nechta shikoyatlari bilan murojaat qildi va mana shu shikoyatlarning ichida oshqozon sohamda og'riq bor, oshqozonim og'riydi deb davolanaman, lekin shu og'riqlarim ketmayapti deb qoldi. Va kinezi osteopatik tekshirishim natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, oshqozonini na shilliq qavatida, na tomirlarida, na uni boylamlarida, na uni joylashuvida xato chiqmadi. Ya'ni u organlari mutlaqo o'zini yaxshi his qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Unda savol tug'iladi, og'riq qayerdan kelyapti? Nima uchun u shuncha vaqtdan beri og'riq bilan kurashgan? Va bizni topganimiz shu bo'ldiki, ko'krak sohasidagi tepazvonochnliklardan birida bitta simpatik tugun va oshqozon demak organini boshqaruvchi yadroda funksional buzilish bor ekan va o'sha yerda boshqaruvda напряжение, ya'ni zo'riqish bor ekan nerv tizimida. Biz buni sodda qilib zamikaniya deymiz. Mana shu demak simpatik tugunda va yadroni 3-4 minut osteopersepsiya ta'sir o'tkazib напряжениясini yo'qotuvdik. Keyingi seansga bir haftadan keyin umuman oshqozoni og'rimay qo'yganligini kelib gapirib qoldi. Bu adashmasam qaysidir videomda YouTube'da o'sha ayolni muolaja jarayonimizda gapirib ketgan joyi ham bor. Siz mana shu nerv tugunlarini, simpatik tugunlarini va yadrolarni buzilishi haqida nima ma'lumotga egasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu tafakkur uchun edi.